Assalomu alaykum, kanalimizning shaddiy tomoshabinlari va bizni muntazam ravishda kuzatib keluvchi aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan yana bir navbatdagi ajoyib bo'lgan uy loyihasi bilan tanishib chiqamiz. Ushbu loyihamiz ko'rib turganingizdek 2 qavatli, 2 ro'zg'orli oilalarga mo'ljallangan ixcham va kam xarajatli loyihalardan biridir. Loyihadagi uyimizning xonalar soni umumiy 8 xonadan iborat bo'lib, juda bir chiroyli holatda loyiha qilingan. Endi uyimizni tashqi razmerlariga keladigan bo'lsak, mana bu taraf bizda asosiy ko'cha tarafimiz hisoblanadi. Ko'cha tarafimizning uzunligi 13 metr va uyimizni bu yon tarafiga esa 12 metrni tashkil etadi. Mana shunda ushbu loyihadagi uyimizni egallab turgan yer maydoni umumiy 156 kvadrat yer maydoniga loyiha qilingan. Taqdim etayotgan ushbu loyihamiz sizga ma'qul kelib, bu loyihamizni birga bir qurmoqchi bo'lsangiz, 2,5-2 sotiq yer maydoni kerak bo'ladi. Endi uyimizni fundament razmerlariga o'tamiz. Loyihadagi uyimizni fundamentini umumiy ko'rinish mana shu holatda fundament qo'yiladi. Dastavval podval bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, mana bu hovli tarafdagi uyimizning ostki qismi podval qilingan. Ushbu podvalimizga tushish zonasi mana bu chekkada qoldirib ketilgan. Podvalimizga bitta eshik, ikkita forchka qo'yilgan. Podvalimizdan asosan katyol va ombor sifatida foydalansalar bo'ladi. Yana o'zlarining xohishlariga qarab boshqa maqsadlarda ham foydalansa bo'laveradi. Fundament razmerlariga keladigan bo'lsak, balandligi 60 sm va eniga 40 sm ni tashkil etadi. Ko'rib turganingizdek, uyimizning sahna qismiga bunaqangi 4 pog'ona zina bilan kiriladi shunda. Mana shunda umumiy fundamentimiz uchun ketadigan rasxodlarimiz 18 kuba beton quyish kerak bo'ladi va 18 kuba beton uchun standart holatda 5 tonna 310 kg sement sarflanadi. Albatta, buni mustahkamligi uchun ichiga 12 li armaturadan 4 qator qilib yotqizganingizda umumiy hisobda 470 metr armatura sarflanadi. Fundamentimizning 18 kuba betoni faqatgina mana bu yerda yuzasiga qo'yilgan fundamentini hisob. Endi uyimizni devor razmerlariga o'tamiz. Holati devorlari uriladi va chet qismlariga kolonnalar qo'yiladi. Qavat balandliklariga keladigan bo'lsak, birinchi qavatimiz 330 cm, ikkinchi qavatimiz esa 320 cm ni tashkil etadi. Mana shunda shu loyihadagi uyimizning devorlariga umumiy hisobda 45 ming dona g'isht sarflanadi. Endi loyihadagi uyimizning xonalar joylashuvining umumiy ko'rinishini mana shu kamera orqali yurib tanishtirib o'tadigan bo'lsak, dorozaxonamiz mana bu chap qo'l tarafda chekkada joylashtirib ketilgan. Dorozaxonamizdan kirganimizda ikkita avtomobillarini joylashlik uchun yetarlicha joyimiz mavjud va uyimizga ham asosiy kirish eshiklari mana shu dorozaxonamizning o'rtasida o'ng qo'l tarafda joylashtirib ketilgan. Mana bu 4 pog'ona zina orqali uyimizni pol urviniga chiqqanimizda ko'rib turganingizdek, mana bu yerda bitta eshigimiz bor va mana shu eshik orqali kirishimizda bizni bunaqangi kichkinagina tambur kutib oladi. Tamburning vazifasini har doim aytib o'taman va tamburimizni mana bu chap qo'l tarafiga shkaflarini joylaydi. Odam kirganda ust-boshini, kiyimini, poyabzalini yechib maksimal darajada yengillab ichkari xonalarga kirishlik uchun. Tamburimiz orqali esa ko'rib turganingizdek zinaxonaga va mehmonxonaga kirishligi mumkin. Birinchi mehmonxonadan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, mana bu eshikdan kirganimizda o'ng qo'l tarafga yuramiz va o'ng qo'l tarafda bunaqangi zinamizni ostida eshik qoldirib ketganmizki, bu mehmonxonaga olib kiradi. Mehmonxonamiz ham ko'rib turganingizdek keng, kattagina qilib, shinam qilib qilingan. Mehmonxonaning derazalari ko'cha tarafga qaratib o'tilgan. Bu bizda mehmonxona bo'ldi va mehmonxonadan chiqqanimizda ko'rib turganingizdek mana bu o'ng qo'l chekka tarafdan ikkinchi qavatga chiqishlik uchun zina qoldirib ketilgan. Va yana tamburga qaytib o'tamiz. Agar kimdir xohlasa mana bu yerga panoramik holatda yonga suriladigan vitrajli eshik qo'yishligi mumkin yoki da qo'ymasligi mumkin. Mana shu eshikdan kirganimizda biz koridorimiz bor, kichkinagina va koridor orqali xonalarga tarqaladi. Misol uchun kiriblar chap qo'lga yuradigan bo'lsak, mana bu xona bizda oshxona hisoblanadi. Ayollarimiz sevadigan va bu oshxonamizni derazalari ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan bunaqangi panoramik holatda. Endi bu oshxonadan chiqib, oshxonaning yonidagi mana bu yotoqxonaga kiramiz. Bu bizda birinchi qavat uchun kattalar yotoqxonasi hisoblanadi va kattalar yotoqxonasiga ham chiroyli yechim qilganmizki, mana bu yerga shkaflarni joylasalar devor bilan tekis holatda bo'lib ketadi. Bu bizda birinchi qavatimizning kattalar yotoqxonasi bo'ldi. Endi bu xonadan chiqib koridorimizni kirganimizda to'g'rida mana bu xona bizni birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, umumiy yuvinish xonasi ham anchagina o'ta katta ham emas, o'ta kichkina ham emas, maksimal darajada. Koridorimizning umumiy ko'rinishlari mana holatda. Endi mana bu aytib o'tgan zinalar orqali ikkinchi qavatga ko'tarilib, ikkinchi qavatni tanishtirib o'tamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilayotganda bizni mana bu yerda deraza bor, panoramik holatda juda bir past tarafli
qilaman va zinaxonamizga juda zo'r yorug'lik olib kirishlik uchun qoldirib ketilgan bunaqangi holatda ko'rib turganingizdek. Va mana shu zinalar orqali ko'tarilib, ikkinchi qavatda umumiy 5 ta xonamiz bor. Birinchi qavatda 3 ta, ikkinchi qavatda esa 5 ta xonamiz mavjud. Chiqiblar agar to'g'riga yuradigan bo'lsak, bu yer bizda hol hisoblanadi. Agar kimdir xohlasa xona sifatida foydalansa ham bo'laveradi. Mana shu holimiz orqali ichkari hovli tarafga qarab o'tib o'tilgan bunaqangi balkon qismiga o'tishligi mumkin. Bu bizda balkonimiz bo'ldi. Endi holimizga qaytib kirib, zinadan chiqiblar o'ng tarafga yuradigan bo'lsak, o'ng tarafda bizda 2 ta xonamiz mavjud. Mana bu xonaga kiradigan bo'lsak, bu bizda ikkinchi qavat uchun kattalar yotoqxonasi hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, derazalari ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan va bu kattalar yotoqxonasini o'ziga tegishli bunaqangi shaxsiy yuvinish xonalari qoldirib ketilgan, ya'ni joylashtirib ketganmiz. Endi bu xonadan chiqib koridorimizning oxiridagi mana bu xona bizni bolalar yotoqxonasi. Ko'rib turganingizdek, derazalari panoramik holatda ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Endi bu xonadan qaytib chiqib koridorimizga chiqqanimizda bu tarafga to'g'ri yurganimizda bu bizda ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi hisoblanadi va bu yuvinish xonasining ikkala yonida 2 ta bolalar yotoqxonasi joylashtirib ketilgan. Mana bu xonasiga kiradigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, eng kattagina qilib bolalar yotoqxonasi bu. Albatta, har kim o'z xohishiga qarab foydalanishligi mumkin. Yana bu xonamizni ham mana bu yeriga joy qoldirganmizki, shkaflarini qo'yganda devor bilan tekis holatda turadi. Yotadigan divanlarini mana bu tarafga joylasalar juda bir qulay holatda bo'ladi. Endi bu xonadan qaytib chiqib to'g'riga yuradigan bo'lsak, to'g'rida yana bitta xonamiz. Bu ham narigi xonaga o'xshab simmetrik holatda qilingan. Bu ham bolalar yotoqxonasi hisoblanadi. Bu tarafga ham shkaf qo'yishlik uchun devorning orasiga joy qoldirib ketganmiz. Ko'rib turganingizdek, umumiy olganda mana shunday holatda juda bir chiroyli planirovka chiqqan. Agar kimdir xohlasa, mana bu tarafdagi bolalar yotoqxonasini masalan o'g'illariga, bu tarafda qizlariga bersa ham bo'laveradi. Ikkala yon tarafda qizlar xonasi deb olsak ham bo'laveradi. Umumiy olganda ikkinchi qavatda planirovkasi mana shunday holatda edi. Ko'rib turganingizdek, juda bir chiroyli holatda chiqqan. Endi birinchi qavatga qaytib tushamiz. Mana shu zinalar orqali yurib degan bo'lsak, zinaning ostida mehmonxonaning eshigi qoldirib ketilgan va mana bu tarafga yuriladigan bo'lsa, tambur qismi. Holat esa uyimizni umumiy karuka holati. Ko'rib turganingizdek, juda bir chiroyli holatda. Mana azizlar, imkon qadar sodda va tushunarli tushuntirishga harakat qildim. Siz va yaqinlaringizga arxitektura va dizayn xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Va yana shuni eslatib o'tamizki, bizni Telegram sahifamizga obuna bo'lib qo'ysangiz, YouTube kanaliga joylanmagan ko'p ishlarimiz Telegram sahifamizga joylab boriladi. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.